Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bugun hafta kuniga payshanba, barchangizga kuningiz fayzli o'tishini tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, bugun erta tongdan Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga kelganmiz. Sababi Qirg'izistonda mana shunaqa yangi partiya bo'g'oz sovlilar kelgan ekan. Mana shularni obzor qilish arafasida turibmiz. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turasizlar. Inshaalloh Sardor akamiz bilan Eldarbek keling. Yaxshimi? Charchamayapsiz? Rahmat, qo'ylarni zo'r keldi. Assalomu alaykum obunachilar. Hammaga tanigan, tanimaganga yana salom. Nima gaplar? Kunlaring fayzli bo'lsin. Biz ishlashdan charchamaylik. Like-ni bosaveringlar, biz ishlayveraylik. Kelamiz har kuni chiqaramiz. Har kuni chiqaramiz. Eldarbek qo'ylarni zo'rlari keldi. Mana. Buni narxi bilan ham maqtanaveraman Eldarbek. Xudo xolasa. Hammasini. Toza Qirg'iziston. Soni nechta buni? Soni 20 ta buni. 20 dona mana hurmatli obunachilar. Ichida mana bunaqa boshqacha qo'y ham bor ekan buni ichida. Bor, Eldarbek bor. Qo'ydi zo'rlari keldi Eldarbek yana. Amerika qo'ylarga o'xshar ekan. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar. Xo'p, soni 20 dona, etlari o'rta holatda, hammasi naq bo'g'ozmi? Hammasi naq bo'g'oz Eldarbek. Naq bo'g'oz mana hurmatli obunachilar. Sarig'idan so'ragan akalarimizga anchadan bir chiqarmay qo'ygan edik. Ha, mana sarig'i Eldarbek. Mana maxsus video bo'ladi sizlar uchun hurmatli obunachilar. Xo'p, bular qachon keldi o'zi? Bular kechqurun keldi. Kechqurun keldi, xudo xolasa. Kechqurun keldi. Charchoqlari bor qo'ylarda hali. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar. Bo'ybaslarni 80 ga beraveramizmi? Bo'ybaslar 80, shu har doimgidek bizning qo'ylar bir xil standartda Eldarbek. 80 plyusda. 80 plyusda. Hurmatli obunachilar, umumiy hisobda qo'l-oyoqlari, rang-ro'ylari, hamma narsasi yaxshi holatda. Inshaalloh endi bir narxini ham bir chiroyli qilib bersangiz. Narxi ham arzon Eldarbek aytdim-ku. Narxi 5 million unaqa narxlar bo'lmaydi, 4,5 million, 4 milliondan bo'ladi Eldarbek. Kam bor. Jijabcha o'tib beraman-da. Jijabcha emas, bo'ladigani gaplashavering. Masalan, YouTube haligi yosh bola ko'rmaydi. To'g'ri. Dangal o'tadi. Eldarbek mashq qo'ylar o'zi asli bolalar 4,5 milliondan qo'yapti. Sotyapti, turganlar sotaversin. Bo'ldi. Mayda judasi yo'q. Optimchi bilan donachini bari farqi bo'lish kerak-ku. 50 ming emas, 100 mingdan o'tib beraman. 3 million 900 ming 3 million 900 mingdan bo'ladi. Bor baraka dirdim-u, lekin yana 100 ming so'raymoqchi bo'lmasa. Yo'q, undan demang Eldarbek, yaxshi narx o'zi. 3 million 800 mingdan bir tortarga obunachilarimizga bir tortarga emas, donaga ham berasiz, tanlab olishga ham. Kechanga o'sha bugun ham bo'lmagan bo'lamanmi? Ketdimi? Ha, ketdim. Bor baraka. Kechanga o'shasin mana. Gap yo'q mana. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 dan dona olasizmi, tanlab olasizmi? Umuman qizig'i yo'q. Qo'y olsangiz bo'ldi, 3 million 800 ming so'm. Qo'y olsangiz bo'ldi. Bizda optim narxda dona ham ketaveradi. Xudo xolasa holatlarni ko'rib turibsizlar, rang-ro'yi, bo'y-basilari, inshaalloh hamma narsasi kelishgan holatda. Telefon qilsalaringiz xudo xolasa yana to'liqroq ma'lumotlari beriladi. Dastavkalari nima bo'ladi? Dastavkalari Toshkentga 5 ta olsa, Toshkentga mutlaqo bepul. Undan u yog'i kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab mutlaqo bepul. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyamizga shuni qoralari bor. Olib chiqamiz ularni. Olib chiqaveramiz shularni. Akalar, layklarni bosishga hali ham ulgurmagan bo'lsangiz, bittadan layk qizartirib qo'ying. Biz keyingi partiyalarni olib chiqib ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz ikkinchi partiyamizni ham olib chiqib oldik. Endi bu partiyamizga soni unaqa ko'p emas, ozgina kimnidir ishini bir inshaalloh yengil bitiradigan variantda. Soni 10 ta ekan-a? 10 ta Eldarbek soni. 10 dona rasa bir qo'ra mana hurmatli obunachilar, yuzlari tiniq holatda mana, yuzlarini ham ko'rib turibsizlar. Xo'p, endi bu Qirg'izistonning qo'ylarini akalar masalan yungidan ham ajratib olsalaring bo'ladi. Inshaalloh rang-ro'ylari hamma yog'i kelgan bo'ladi inshaalloh mana. Yeb ishlarni sinab oldingizmi? Bir hafta sinab oldim. Yana sinab olishaveradi obunachilar. Bemalol yana bir hafta sinab beraveramiz, a? Bemalol sinab olishaveradi. Bular nima deymiz? Qisirmi, bo'g'ozmi? Bo'g'oz bular ham Eldarbek. Bular ham bo'g'oz varianti. Ha, bo'g'oz variantidan. Xudo xolasa, hadimi 20 ta bo'ladigan holatda hurmatli obunachilar. Mana. Bo'yin nechi deymiz bularni? 80 plus minusda. 80 plus minusda hurmatli obunachilar. Yeb ichlari zo'r ekan Eldarbek. O'rtaga olib chiqib olaylik bularni. Mana akalar. 80 plus minusda yeb ishlari yaxshi deyishyapti ular. Bular ham shularning bitta partiyada kelgan. Bitta partiya, prosta qorasi ajratib qo'ydik xolos buni. Gap yo'q, lekin yaxshi kelibdi, lekin masalan yuzlari tiniq, burnilari oqmagan hurmatli obunachilar, quruq kelgan, havo sovuq bo'lishiga qaramasdan yaxshi kelibdi. Inshaalloh kelib ko'rishlaringni tavsiya qilaman akalar. Onlayn savdo bormi yo faqat tepasiga gaplashib? Onlayn savdo ham bor. Bor, ha? Bor. Gaplashilaveradi. Faqat akalar masalan juda ko'p holatlar bo'lyapti.
100% aniq qilib olib, keyin bularga masalan bron qilib qo'yilsa, Ha? birovni kutirib qo'yilmaydi o'shanda, hurmatli obunachilar. Xo'p, buni narxini nech bilan qo'yamiz? Bu narxi o'shalar narxda ketaveramiz, qilishadigan emas Eldorbek. 3 million 800 mingdan. Partiyadan partiyaga arzonlash kerak-da baribir. Bu prosta qorasini shunday ajratganmiz xolos. O'zi ham bu partiyaga sal yengil qilib berasiz-da. Bo'pti 50 mingdan bular kam 50 ming bo'lsa o'zim o'tib beradi, ko'rardim. 3 million 700 dan berasiz, bir qo'rab olishadi. Tanlab ham olishaveradi. Ha, bo'ldi. Eldorbek olish olsin, yengil olsin. Hurmatli obunachilar, 3 million 700 ming so'mdan fikrlaring qiziq, kommentariyada qoldirib o'tib ketinglar, xudo xolasa. Menimcha ko'cha-ko'ydan ancha yaxshi bo'lyapti. Bozordan arzon qo'ylar, xudo xolasa. Chunki uyda arzon qo'ymasangiz birov olmaydi birinchidan. Kelmaydi ham, to'g'ri. Kelmaydi ham. Xudo xolasa bozordan yengilroq qilib, optim narxda yengil chiqaramiz biz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa keyingi partiyamiz qanaqasi bo'ladi? Keyingi partiyamiz hozircha bundan mashina qoralari bor yana kichkina bor. Ularni olib chiqamiz. Ularni ham olib chiqaramiz. Ketdik akalar, biz olib chiqamiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hurmatli obunachilar, biz mana navbatdagi 3-partiyamizni ham olib chiqib oldik. Bu so'nggi partiya. Oxirgi partiya Eldorbek, ha, eng so'nggisi. Xo'p, son nechta? Son 18 ta. 18 dona. Bular ham bo'g'oz. Bular ham bo'g'oz Eldorbek. Bo'g'oz varianti mana. Qonlarni qarang, jonivorlarni. Xolasa rang-ro'ylar, bo'y-bastlarni ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Yunglari ham jana unaqa titilib, qo'niga chiqib ketgan emas. Yo'q. Ozgina lekin e'tibor mehr talab, ozgina Eldorbek, mehr talab. Hammasi. Yem hashagini berish kerak. Ha, yem hashagini berish kerak. E'tiborni qilish kerak, hurmatli obunachilarga. Semiz emas, lekin ozg'in ham emas. Ha. Ozg'in hali yopishib ketgan ozg'in emas. O'rta holatda, hurmatli obunachilar. Xo'p, bularni obunachilarimiz kutirmaylik, narxini nech pul qo'yamiz? Narxini aytib qo'yaylikmi, Eldorbek? Keyin qo'ylar ko'rsataveramiz, ha? Narxi 33 dan qo'yaveramiz. 3,5 ham emas. Yo'q, sal kelishing. Masalan, men masalan ko'chaga ko'rib yuribman. Ko'rib yuribsiz, to'g'ri. 3 milliondan qo'y yo'q hozir. 3 milliondan bo'g'oz yo'q, dangal. Endi ularga yo'q gapni gapirib, men ham sizni qo'yingizni yerga urib foydasi yo'q. Sal o'tib bering, nimadir qilib bering, obunachilarimiz bor. Bular ham 100 dan kam bo'lsa, 100 dan 200 dan shuni o'tib berasiz, 31 dan bo'ladi. 31 emas, 32 dan bo'lsa endi bular Eldorbek. Olsa ham, optimiga ham maza qilib boqsin. Bo'ldi, boqsin. Bugun narx yengil bo'lsin. Ha. Like bosib, qo'llab-quvvatlanglar obunachilar. Hamma sizlardan like, bizdan qo'ydi narxini tushirish. Bir partiyani bir hafta sotmaylik, bir kunda shuni tugatib olaylik. Tugataylik, o'rniga yangiz kelsa. To'g'ri, Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, kesalaring, ishlaring bitadi. Bitta olasizlarmi, 10 ta olasizlarmi, donaga ham, optimga ham narxlar o'zgargani yo'q. Eng asosiysi dastavkalari ham bor, hurmatli obunachilar. Nima qildik? Videoni yakunlaymiz bo'lmasa? Videoni yakunlab, tezroq obunachilarga joylaylik buni. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, videomizni yakunlaymiz. Videomizni oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar.